Ha, usta bu shu mashinaga keldimi? Usta bu qora mashinaning ichidagi sizmi? Azamat. Tomonga ajallab usta bu. Kelinglar. Usta bu, ish joyi mana shu magazin. Siz xohlagandek podvalga salqinginaga mazza qilib ishlaymiz. Yeb ichardan muammo yo'q. Bo'ldi. Usta bu parda sklati. Ha, shu yerdagi pardalarni yuqoriga olib chiqib, ilish kerak. Tamam jo'ra. Bu nima yo'q? Olim brat, tur. Ya. Tur. Keyin uxlaysan. Ish ko'rsting aka. Ish ko'rsting. Usta bu bizning showroom. Shaurma? Yo'q, parda salon. Ha, men avtosalonmi deyman. Bizda Turkiya va Yevropadan pardalarimiz keladi. Shu pardalarni obturatsiyaga qo'yib, birma-bir ilib chiqasiz. Bu sizga g'isht terish yoki loy sho'g' emas. Ehtiyotgina bo'lib, ilib berasiz, yirtib, pirtib qo'ymang. Jo'ra, ustimdan kulyapsiz mana. Men yoshligimdan parda ekib katta bo'lganman. Nima deyapsiz? Biz butun oilamiz bilan pardachilik bilan shug'ullanamiz. Aka, obedni olib kelavering, hamma ishingizni qilib qo'yamiz. Qara. Usta bo'la. Ha, ishlamasdan yeb ichib multfilm ko'rib o'tiribsizlarmi? ha, nima ko'raylik? Obedni olib keldingizmi? Qo'ying, baraka toping. Men aytgan ish nima bo'ldi? Bo'lgan. Hammasi bo'lgan. Bo'lganmi? Boraylik. Hozir boradi. Usta bo'la. Ha. Hech bir ish qilmayapsizlar. Skladda ham ishlamagasizlar, teppani ham ishini qilmagasizlar. Uxladinglarmi nima? Ishga moslashamiz-da, jo'ra. Bugun ishlaysizlarmi o'zi? Ishlaymiz, hozir bittadan chekaylik, boshlaymiz. Bo'ldi usta bu. Ketinglar ko'zimdan ko'rinmaylar-da. Ha, bittadan chekaylik, ketamiz. Azamat. Ko'tar bu parda mardangni, o'zimiz ish qilamiz, ketdik. Latta-putta qilasan. Gullar ayting muhabbat bog'idan